Bolalar guruhini kelajagi bor deb o'ylaysizlarmi? Bolalar guruhini kelajagi porloq. Kelajagi bor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz do'stlar. Bugun juda kutilmagan mehmon va to'g'risini aytaman, men juda ham xursand bo'ldim. Xo'p degan so'zni eshitib, chunki bu odam hech qachon intervyu bermagan. Davlat ishida ishlaganda intervyular albatta bo'lardi, lekin oddiy hayotda hech qachon hech qaysi jurnalistga, hattoki eng zo'r jurnalistlarga ham hech kimga bermagan intervyu. Bugun eksklyuziv va butun bugungi seriyamizni shu odam bilan qilishga ahd qildim. Marhamat, Bahodir Po'latov. Men juda xursandman. Kecha rozilik berdim. Ilgari haqiqatda unaqa intervyular berib o'rganmaganman. Agar sal yaxshi gapira olmasa, xafa bo'lmaysizlar-da. Yo. Bu yerda hammasi samimiy. Sizga o'xshab haligi katta aktyor emasmiz, kinolarda, nimalarda o'ynamaganmiz, shuning uchun biz qoyil qila olmasligimiz mumkin. Yo. Men bir narsani aytib o'tishim kerakki, aziz kuzatuvchilar, shu bekorga qilmagan ekanman bu YouTube kanalimni, chunki bu sahifamizda har doim qanaqasi oydin, ochiq, qanaqa bo'lgan va asosiy sababchilardan biri Bahodir Po'latov bo'lgan bolalar guruhini bo'lishiga. Chunki o'sha paytda men Bahodir sinfiga kelganman, haydalib o'zimni maktabimdan va shu darsdan boshlangan. Bahodir keyin chiqib mashina gapirib bersang, o'rtoq, qanaqa bir mashina esingda bormi kelganimmi? Esimda, 88-89-yilda edi. Endi hozir примерно eslab haqiqatda 46-maktabdan keluvding-da. 46-maktabdan Javohir Zokirov, endi u paytda Javohir Zokirov emas edi, Javohir edi. Hozir Javohir Zokirov. U paytda bizani 41-o'rta maktabga Javohir haqiqatda u maktabda xulqi yaxshi bo'lmaganligi uchun jo'natib yuborishgan. Shuning uchun keyin rahmatli Jamshid akam ham o'zbek tilini ko'proq o'rgansin degan maqsadda o'zbek sinfiga joylashtirishgan. Sababi u rus maktabida o'qigan, rus maktabdan bizning maktabga shu o'zbek sinfiga o'tgan.
haqiqatda Javohir kelganda juda xursand bo'lganmiz. Juda mashhur Zokirovlar sulolasini farzandi kelganiga keyin shu birga o'qib mana shu guruh tashkil qilishiga ham shu Javohir sababchi bo'lib shu bolalar guruh tashkil qilingan. Man bitta narsani aytaman, Bahodir o'sha kundan boshlab mana chunki men ko'rganman muhit qanaqa, hamma yo judayam ko'chada urushni hidi shunday kelib turibdi va uni birinchi darsga ketayotganimdan tushunganman. Keyin darsdan chiqib bir ozgina mundoq ko'rib qarasam bolalar o'tdan keyin ertasi kuni bu ovoza bo'lib, ertasi kuni qattiqroq bosim bo'lgan va o'shanda har doim sanga qarardim. Sanga mundoq endi bir anta ovozlar bo'lardi. "Va, chiqo! Bola, va chiq!" bu yoqqa deb o'tdan o'sha yopiq eshikdan qo'rqitishardi. Birinchi bo'lib kimga qarardim? Bahodir sanga qarardim. Sen menga bunday qarab, qo'rqma, hammasi yaxshi bo'ladi degan ishora qilarding. Eng meni yaqin odamlarimdan bittasiga aylangansan o'shanda, chunki hattoki bizni chiqardi, keyin bu o'sha bolalar kelardi, juda ko'pchilik bo'lardi, boshqa maktablardan 38 danmi, yana boshqa maktablardan kelishardi. Nimaga naski kiymaganman, chochim uzun yoki bir qanaqadir mana bu narsangni berib tur, kiyib turing deb har xil prikollar bo'lardi-yu. O'sha yerda sen ular bilan qani mana bu yoqqa o'tirdingda, hattoki men ko'rmaganman, shu sen so'kingansan yoki ularni bir qanaqadir so'kib yoki ular bilan urushib, yo'q, hech qachon uni yaqinlashtirmasdan bir shunday ikkita uchta gap gapirarding. Keyin men o'sha paytda qo'rqib turardim, "Neujeli hammasi yaxshi bo'lib ketadi" deb. Keyin sen aytarding, "Bo'ldi, ketdi. Bolalaring, короче" derding. Hamma yaxshi bo'lib ketardi, to'g'ri bo'lib ketardi. To'g'ri, endi sen yangi kelganingda haqiqatda juda o'sha paytda Eshshaharda, endi 41-o'rta maktab Eshshaharda joylashgan. O'zing yaxshi bilasan. Endi sen kiygan kiyimlaring, masalan jinsilarda, masalan krossovkalarda, ana o'sha paytda Giuseppe degan ko'ylaklar bo'lardi. Bunday ichi sal-pal ko'rinib turadigan shunaqalarda kiygansan, sochlaring salgina uzun. Современный, zamonaviy yigit bo'lgansan shu paytda. Endi bizning maktab 41-maktab shunday oddiy maktablardan bittasi bo'lgan. Shuning uchun sal bolalar yoqtirmagan seni. Sababi yangi kelgandan keyin har bir bolani nima sinab ko'rishadi. Yoshlikda endi hammada bo'lgan-ku, mana Sanga ham bosim o'tkazisharmidi o'zi? Endi men ularning ichida katta bo'lganman-da. Men ularning ichida katta bo'lganman. Ruslarda bitta maqol bor, o'zbekchaga o'girsang, "Volkami jit" deydi-yu, obro' e'tiborga ega bo'lish maktab davrida u faqat urush bilan taqqoslanmasdi, taqqoslanmaydi. Lekin Tohir urushardi. Urushardi, Tohir urushardi. Tohir ham ko'p urushardi. Tohir V sinfda o'qirdi o'sha paytda. U ham qanaqa sinfimiz? Bizaniki A sinfi edi. Bu edi o'ylab. Yo'q. V sinf Tohirniki edi. Bizaniki A sinf bo'lgan. A sinf endi o'sha paytda ham boshqarib-ku endi madaniyatliroq sinf hisoblanadi. Men bu bilan demoqchi emasman. Hamma bir xil edi. Hammamiz bir xil bo'lganmiz, yosh bo'lganmiz. Endi haqiqatda bezorilar ozgina seni asabingga teggan bo'lishi mumkin-ku. To'g'ri. Endi ular bilan o'zimiz gaplashib, nima qilib shu san'at sohasida ota-onang ishlaganligi uchun, o'zing ham san'at sohasini yaxshi ko'rganliging uchun, shu ana teatr sohalarida shu paytda ham talanting bo'lgan, hammani kuldirarding-ku sinfda. Keyin rus tilini mukammal bilarding. Endi biz o'zbek sinf bo'lganmiz, lekin o'zbek sinf bo'lsa ham uglublyonniy edi, ruschaga nima qilingan. Ruscha gaplashardik. Endi u paytlarda ruscha hamma gaplashardi. Endi bu 89-yillarda nima edi? Endi rus tilida hamma bilardi, rus tilida gap. Keyin mana o'sha paytda biza sirdosh edik. Senga mana bilmayman, bir yil ham o'tmadi, men o'tdim. To'g'ri. Endi ertalabdan kelarding, o'sha
ertalabdan kelganda shu sirdosh bo'lib qolganmiz, og'ayni o'rtoq bo'lganmiz, 3-4 oy birga o'qidik, yaqinlashdik, yaqin munosabatda bo'lib o'rtoqlik qildik. O'sha o'rtoqlik davrimizda endi sen menga shu haqiqatda qarasang, endi men o'sha paytda esingda bo'lsa, ana diskoteka nimalarni uyushtirib yurardim-da. Esingda bo'lsa maktablarda, endi qiziqardim shu sohaga o'rtoqlarim bilan birga. Keyin sen menga taklif qilding-ki, bir gruppa qilaylik degan mazmunda nima qiluvdik? Taklif beruvding, zo'r bo'lardi dedim. Ikkalamiz mana Ruslan degan pochcham bor deding, to'g'rimi? Pochchamga boramiz. Ruslan Sharipov bu paytda mashhur odam edi. Rahmatli, yaxshi odam edi, jeb mashhur edi. Keyin qolaversa turmush o'rtog'i Nargiz Zokirova. Bular hammasi mashhur sulola, mashhur oilalarning bolalari edi. Shu taklifni berding. Men taklifga haqiqatda rozi bo'lib, esingda bo'lsa, o'zimiz qilaylik deding. Sen bilan men shu gruppani tuzaylik, tashkil qilaylik deganingda, "Yo'q, meni o'rtog'im bor, Tohir" degan. Va sinfda o'qiydi. Shu Tohir bilan ozgina shu podyezdlarda xirgoya qilib yuramiz, gitara chalib, boshqa deganingda men aytganmanki, Bahodir, iltimos, qo'y og'ayni ikkalamiz bo'laylik, hech kimni olmaylik, hech qanaqa Tohirlarni olmaylik deganman men. Shunaqa bo'luvdi, shunaqa degding. Homiylik Tohirni degding, keyin men seni ko'ndirgan edim. Yoshligimda seni juda yomon ko'rardim. Yonimda o'tirsang sochingdan tortardim. Esingdanmi shu ishlar jonim? Hali esingdan chiqmagandir. Ko'zingdan yoshlar tomchilab boqardi. Meni esa senga rahmim kelmasdi. Kechir meni, kechir qizaloq. Yoshligimda edim men sho'xroq. Ochig'ini aytganda endi hozir gapirsa bo'ladi. Shu paytda nima uchun sen bizga shu guruh tashkil qilish taklif qilgansan, vaholanki o'zing ham tashkil qilsang bo'lardi Ruslan bilan. To'g'ri. Ruslanning oldiga borib yurarding, boshqa qilarding. Lekin shu bizga taklif qilganing sababi menga shu har xil bo'lar bo'lmas ishlarda yordamim teganligi uchun sen menga shu minnatdorchilik sifatida taklif qilgansan. Shu men bilaman bu narsani, o'zing ham bilasan buni. Shuni bir yaxshilik qilay degan maqsadda aytgansan. Keyin o'rtoq bo'lib, seni uylaringga ko'p kirardik, bizning uylarga kelardik, o'tirardik. O'sha biza qiziqardik. Rahmatli Jamshid akam bizga oshliq qilib berardilar esimda. Zo'r do'rlaydi. Unda buviylar ham hayot edilar. Hali hayot edilar, sizlar bilan yashardilar. Hali ham o'sha paytda ham shaddod nima, o'tkir ayol edilar, o'tkir ayol edilar. Yoshlari qariydi-ku, lekin yaxshi inson edilar. Mana onang bilan ko'p nima qilganmiz, choyli ichganmiz uyingda. Shu endi minnatdorchilik sifatida menimcha shunaqa taklifni bergansan deb o'ylayman. Lekin keyin aytgansan, mana zo'r bo'ladi, ko'rasan Javohir. Biz uchalamiz bo'lamiz-da, uchalamiz bo'lsak, undan ham zo'r bo'ladi. Chunki ikkalamiz bo'lsak ham zo'r bo'ladi, lekin 3 kishi bo'lsak, bu undan ham nur ustiga a'lo bo'ladi degansan. To'g'ri. Endi men uni 3 kishi bo'lishimiz sababi Tohir qolib ketish kerak emas edi-da. Sababi sen bizdan maktabga o'tishingdan oldin Tohir bilan bir necha yil уже ishlab yurardik. Bu masalada o'ylab yurardik. Aniq. Lekin o'ylab yurardik-ku, mana shu odamni qilgan yaxshi niyati ro'yobga chiqadi deyshadi-yu. Allohning yordami bilan. Biz undan oldin niyat qilganmiz bu narsani-da. Qarang, shu niyatga yarasha sen kelgansan shu maktabga, bizni sinfga kelgansan. Bu o'zidan o'zi bo'lmaydi-ku. Tohirni taklif qilganimiz sababi shu uchalamiz bo'laylik, uchalamiz bo'lsa har qalay qiziqroq bo'ladi degan maqsadda. Chunki o'sha paytda guruhlar
yakkaxon xonanda bo'lardi, qolganlari muzikant bo'lardi. Keyin manaqa 3 ta solist bo'ladigan holatlar, shu guruhlar kam edi. O'shaning uchun endi sen bilan shu bir yangilik kiritish maqsadida, endi o'zi ochig'ini aytganda, shunda Laskevmay ham chiqqan payt edi. Laskevmayda ham yakkaxon xonanda bo'lsa ham, boshqa xonandalar ham bor edi. Endi bekitadigan narsa emas, biza mana oldingi ko'rsatuvlar bo'lgan, Husan akam bir ikkita ko'rsatuv qildilar bolalar haqida, ko'p aytilmagan gaplar qolib ketgan edi. Bizning asosiy maqsadimiz bu guruh tashkil qilishdan asosiy maqsad bolalar gruppasimi yo ko'proq kattalar uchunmi? Endi bu narsaga hamma o'zi javob berishimiz mumkin. Biz yoshlar uchun qo'shiq aytamiz. Birinchidan kattalar uchun ham bu anaqa o'z yoshlarga anaqa to'g'irlab yozilgan she'rlar. Mana kompozitorimiz Ruslan Sharif bu qo'shiqlarni yoshlar uchun mana shuna qilib yozgan. Mana shu qo'shiqlarni. Hozir mana konsertlar berayotgan ekansizlar, ancha bo'ldimi? Nechta konsert berdinglar taxminan? Taxminan biz 30 tacha konsert berdik. bekitmaymiz, pul ishlashiydi. Yo'qmi? Shunaqa ham bo'ldi-ku. Maqsadimiz pul ishlash bo'lgan. Mana masalan Rossiyada Laskevmay chiqqan bo'lsa, ular qisqa davr ichida juda katta mablag'ga ega bo'lgan. Bizning ham maqsadimiz shunaqa bo'lganda. Maqsad qanaqa? Bir vaqtni o'zida 3-4 ta joyda 3 ta solist konsert bera oladigan qilganmiz. Masalan, O'zbekiston Respublikasi bo'lsa, Javohir Zokirov Farg'ona viloyatida, Bahodir Po'latov Sirdaryoda deylik, Tohir Sodiqov Qashqadaryoda, Surxondaryoda. Shu maqsad bo'lgan. 3 ta solistni qilishimiz ham o'ziga kelishganmiz-ku. 3 ta solistni qilishimiz 3 ta populyarniy agar ijrochi bo'lsa, 3 ta hududda biramasiga konsert berish shu taraflari ham o'ylangan. O'zi Ruslanning ham asosiy maqsadi shu bo'lgan. Ruslan Sharipov tuzayotganda ham menga aytgan asosiy maqsadim shu deb. Birdan bir nechta maydonlarni egallashdi. Buni oqibatida haqiqatda shu paytda topiladigan pul ko'proq topilgandi. Esingda bo'lsa 90-yil chiqqan bo'lsak, bitta qo'shig'imiz, birinchi albom chiqqan. Birinchi albom chiqishi bilan mana bugun chiqqan bo'lsa, 3-kuni butun O'zbekistonda mashhur edik-da biz. Nimaga desangiz, biz mashhurlikni qatdan belgilardik. Chorsu bozorda kirganda kaseta sotishardi. Hani maytafonlarda kasetani, atverkani olib sozlab, salanaqasini ko'tarib, tiniqroq qilishardi-da. Ana o'shanda, misol uchun o'sha paytlarda Sherali Jo'rayev bor edi. Sherali Jo'rayev juda mashhur edilar. Endi boshqa mashhur san'atkorlarimiz, ustozlarimiz bo'lardi. Shu ustozlar qo'yardi musiqalarni. O'sha kaseta sotadiganchilar. Kaseta sotadigan ikkita kolonka qo'yib qo'yishardi-da. Nima, maytafon qo'yishardi, militsiya quvlab qolsa, shunda olib qochishardi. Qochadigan odam bo'lardi-da. Endi menimcha norasmiy sotganda endi hech qanaqa soliq to'lamasdan. Shu paytda bir yonida bularni bir sal bir yigit bo'lardi, juda g'ovdaliroq, juda baquvvat, bir 2 metrga yaqin, o'zi ham to'la bo'lardi. Biza mashhurlikni sezish uchun Chorsu bozorga tushardik. Va boshqa san'atkorlar ham o'zini mashhurligini, mashhur bo'ldimi, bo'lmadimi bilish uchun Chorsu bozorga tushish kerak bo'lgan. Chorsu bozorda seni musiqingni qo'ysa, значит, seni butun O'zbekiston eshitayotgan bo'lardi. Nimaga desang, Chorsu bozorga butun O'zbekistondan odamlar kelardi. Endi televideniyada qo'yilardi bu narsa. Bir marta televideniyada video klip sifatida qo'yishdi. O'zing ham qatnashgansan. Chiroyli o'ynab chiqqansan-ku uzoqdan. Siz ham esingda bormi? Esimda. Anaqa tilla, anaqa shiming bor edi. Shunaqa yaltiroqroq. Yaltiroqroq. Shunaqa yaltiroqroq shim bor edi. Shum bolaga o'xshab yetadi-yu. Hammaga salom. Sizning xizmatingizda Toshkentning eng zo'r samimiy diskotek gruppasi bolalar. O'zbekiston yoshlariga Pushin studiyasida 1993-yil yanvar oyida yozilgan maktublarimizni qat'iy aytamiz. Rahbarimiz Ruslan Sharipov yoki Olov, bizning solistlar Tohir Sodiqov, Bahodir Po'latov va men Javohir Zokirov. Qani bolalar, boshladik.
shamollar ochar derazangni sen turib oy nurida eslarsan o'tgan kunlarni shunda qarab senga yulduzlar ustingdan jaratilar osmon paydo bo'lar ko'zingda yoshlar lekin u kunlar qaytmas hech qachon esingdan seni qish kunlari sof shamollar uchirab boradi shu kunda biz tanishdik va birga bo'lishni xohlar edik. O'sha demoqchimanki, yani kaset sotayotganlar oldin yomonroq yigit o'ynab turardi-da. Biz Tohir ikkalamiz tushdik bozorga, kaset olishga keldikda, bu gruppa kim desak, bu eshitmadilaring, bu yaqinda chiqdi, 3 kun bo'ldi. Juda современный gruppa. Sotib ollaring kasetani. Bu odamlar kim, ko'rganmisiz? Yo'q, biz hali ko'rmaganmiz bu yigitlarni. Ya ko'rganman dedi. Ko'rsangiz taniysizmi dedik. Kaseti sotuvchiga. Ha, конечно taniyman dedi. Ha, bizamiz-ku o'sha yigitlar. Shu bilan biz aytganmiz, chetga o't ukalarim dedi, chetga o't bor, maktabga borlaring, sizlar nima qilib yuribsizlar bu bozorda? Dars paytida dedi. Sotib olishga o'zi kaseti pullaring bormi dedi. O'shanda ana bir yog'on yigit juda chiroyli o'ynardi-da. Shu bizani qo'shiqlarga o'ynab turardi. O'shanda o'sha biza mashhur bo'lganimizni bilganmiz-da. Endi hozir mashhur bo'lish uchun ochig'ini aytganda katta xarajat kerak, katta nimalar kerak. Nima deydi ana? Syomkalar deydi, mablag' kerak. U paytda hech qanaqa mablag'siz to'g'ridan to'g'ri endi esingda bo'lsa, bir oydan keyin bitta dona albom bilan bor yo'g'i bir 8 tami 9 ta shu. Xalqlar do'stligida konsert berganmiz-da. O'shandan keyin o'sha xalqlar do'stligi joyida hamma o'sha kreslolar aniq oynada sinib ketuvdi. Xalqlar do'stligini rahbari rahmatli odam o'tib ketdilar shekilli. Boshqa sizlarga bermaymiz xalqlar do'stligini deb so'z berganlar-da. O'shandan keyin. Endi o'shandan keyin mana Tohir Sodiqov menimcha bermadi haligacha. Hozir ham berilmagan. Boshqa anaqa maydonlarda beradi. O'sha paytda oynalar sinib ketgandi, sig'magan edi odam. Keyin bizaga joy topib berishgan Alpomish sport saroyi, baquvvat saroyi edi. Oynalari ham qalin, davollari ham qalin edi. O'sha yerdan keyin joy berishdi-da. O'sha yerda eslayman, masalan 5 kunmi, 6 kun konsert bo'lsa, o'zi xalq eng ko'p odam ketadigan shu Alpomish sport saroyi. Halletib qo'yilgan o'rnimizga bizni oldindan bir og'iz ham aytmay aytilgan. Kim bilan bo'lar, kim bilan inkor etmaysan, chunki yengilding, chunki kuching yo'q kurashishga kechir demagan, shunday ham kuchim yo'q ko'z yoshim ushlashga. Bilaman bu hayot, bilaman bu taqdir. Masalan, u yoqqa deylik bir 6000 odam sig'sa, bir 10000 odam kirardi-da konsertga. 6000 bilet sotilsa, qolgani shu tekinga o'tdan bitdan yorib kiradi, sindirishadi nimanidir. Endi shunaqa paytlar bo'lganda, endi mashhurlik shunaqa bo'lgan, shunaqa darajada. Endi lekin men bilmadim-ku, undan keyin men bunaqa mashhur guruhlarni hozirgacha hali ko'rganim yo'q. Balki endi chiqib qolsa kerak. Men o'sha Malikam qo'shig'ini to'g'risida eslamoqchi edim. Qanaqa biza yozganmiz buni. Endi Malikam qo'shig'i endi men hozir yaxshi esimda yo'q, sen qanaqa eslaysan eslatib yuborgin. Men bu savol berishingni bilmovdim-da. Savollaringni aytmading-da oldindan menga. Aytmading, hozir beryapsan. Bu savolga tayyorla eslab olishim endi qancha vaqt o'tdi-ku. Esimda bor, Pushen studiyasida yozganmiz. Oldin yozyapmiz, san repetitsiya qilyapsan. Men odamlarga aytib o'tishim kerakki, oldin ovoz tozalash mumkin emas edi. Ha, shunaqa edi. Hozir kompyuterlar
anaqa любой anaqani tozalab ketaveradi. Sen zapis paytda aytyapsan, to'g'ri. Zapis. Malikam qo'shig'ini Yo'q, o'zi mana shu qo'shiq qanaqasiga keyin zapisga o'tsak bo'ladi. Qanaqasiga bu bo'lgan bu qo'shiq albatta. birinchi albomda chiqqanda o'sha bu qo'shiqni biza hamkorlikda san, man, Tohir hammamiz yozganmiz. Endi bu qo'shig'i yetishga kelganda to'xtam bo'lganki, bu qo'shiqni Bahodir Po'latov aytadi degan. To'xtamga Ruslan Sharipov kelgan. Bahodir Po'latovga ko'proq to'g'ri keladigan qo'shiq degan. O'sha hamkorlikda yaratilgan so'zlarini yozganmiz. Endi shuni orada bitta narsa aytib ketsam maylimi? Hozir shu ashulani ham aytib yurishibdi to'ylarda, katta maydonlarda. Bir og'iz lekin ruxsat so'ramasdan aytishyapti. Men bilmayman nima sababdan hozirgi paytda ispolitel yoki muallifdan menimcha odamgarchilik yuzasidan menimcha ruxsat rozilik olish kerak. Bilmayman, bir 100 ta dubl bo'lganmi? U paytda ertalabgacha yozganmiz. U paytda hozirga o'xshab bitta kupletni aytib yoki bitta so'zni aytib qolganini o'xshatib yuborsa, keltirib yuboradigan kopiya qilib bo'lmaydi. Hozir endi mana sun'iy intellektdan chiqib ketgan. Undan keyin ham u paytda ovoz yozish uchun yoki juda qattiq, juda usta ijrochi bo'lish kerak edi. Masalan, ustoz san'atkorlar bittada aytardi. Men ko'rganman. Qo'shig'ini o'sha studiyada yozganda bitta dublda aytib, bo'ldi, boshqa aytmayman deganlarni ko'rganman o'z ko'zim bilan. Lekin biz yosh bo'lganmiz u paytda, haqiqatda tajribamiz bo'lmagan uncha. Ertalabgacha ham haqiqatda yozgan edik shu ashulani. Juda qiynalganman o'zim ham. Qattiq qiynalgansan ham. Sal qiynalganimdan ko'z yosh chiqib ketgan. Chunki biz ertalabgacha bo'layotgan ish, hamma o'zi anaqa kuch yo'q, quvvat yo'q. Bu ovoz kuchda yo'q baribir. Yo bo'ldi, endi chiqmaydi degansan, yo keyin Ruslan o'shanda aytgan, yo'q, chiqadi. Shunaqa bo'luvdi. Chiqadi, zo'r mana bo'ladi degan. Ruslan Sharipov hali dalda berib, endi mana Tohir ham, San ham, keyin Tohir ham dalda bergan, dalda berib, haqiqatda Tohir yordam berdi shu paytda esimda. Bu qo'shiqni mana bunaqa aytsa to'g'ri bo'ladi, yaxshi bo'ladi deb, uni ochuv to'g'ri gapni to'g'ri aytish kerak, nima qiladi bekitib. Masalan, menga yoqdi bo'lmasa, bo'ldi, yetadi menimcha, chiroyli chiqdi desam, o'shani pultda o'tiradigan nimalar, mutaxassislar, spetsialistlar, yo bu to'g'ri kelmaydi, noto'g'ri, men bitta sal yaxshi aytilmagan, men bitta sal falshivit qilgan bo'laveradi hozir dedim. Buni odamlar eshitsa yoqaveradi dedim. Biz o'sha mashhurroq edik. Yoqaveradi, o'tib ketaveradi desam, yo'q, bo'lmaydi derdi. Baribir shu SSR maktabini bitirgan mutaxassislar edi endi ular. Gran plastinkada ishlagan, bu yerda ishlagan, plastinkalar chiqazgan. Mutaxassis edi, ular o'tkazib yubormasdi. Bahodir mana shu boshidan mana o'sha paytda aytilganda o'zing mana shu narsalar bilan shug'ullanib yurgan paytingda bilarmiding san'atda ketmaysan baribir ham? Что bu vaqtinchalik. Endi bu masalan 89-yilda tashkil qilingan bo'lsa guruh, 89-yildan oldin 3-4 yil tayyorgarchilik bo'lgan bizda. Tayyorgarchilik guruh tuzishga. Lekin amalga oshira olmaganmiz san kelmaguningcha. Alloh taolo o'zi to'g'rilab qo'ygan, yo'l yo'rini ko'rsatib qo'ygan. Shuning uchun shu guruh tuzilgan deb bilaman deyman o'zim uchun. Undan oldin shuncha harakat qildik, boshqa qildik, u maktabda, bu maktabda diskotekalar qo'yardik, boshqa qilardik. Biz bo'sh paytimizni bekor o'tkazmaganmiz. Har xil qing'ir yo'llar, boshqa yo'llarga urmaganmiz o'zimizni. Ko'p anaqalar aytishadi, bolalar xuligan bo'lgan, o'tda, yo'q. Men ham bu narsaga qo'shilmayman. Biz endi to'g'ri o'zimiz uchun, o'zimizni to'g'ri harakatimiz uchun o'zimiz turib berardik, lekin haqiqat uchun turib berardik. Masalan, o'zimiz bir bezorilik qilib, boshqa qilib, noto'g'ri harakatlar, nojo'ya harakatlar qilmaganmiz. Sababi biz endi shu yoshligimizdan
hali u dom pionerlar bo'lardi, o'tga borardik, musiqa o'rganishga, hali betga borardik. Endi shug'ullanardik o'zimizda. Nari borsa podyezdda o'tirib qo'shnilarning miyasini achitardik-da endi. Gitara Kelsa kelmasa, masalan, gadjet nimalar tayyorda endi hammada yoshlarimizda mana hamma imkoniyatlar bordi. Bizda davrimizda imkoniyat yo'q edi. Shu bitta dom pioner bo'lardi, unda ham 40 ta anaqa muammo, unisi yo'q edi, bunisi yo'q edi. Endi hozir qarang, bu hali u maktab, hali bu konservatoriya, hali u e'tibor, hali bu san'at sohasiga e'tibor. Hamma e'tibor hozirda. Hozir ishlayman desa bor-ku yoshlar. Juda qulay vaziyatda. Judayam. Men demoqchimanki, shu telefon faqat YouTube buni ko'radi, ko'rish kerak, to'g'ri. Endi bir kerakli narsalarni ko'rish kerak-da endi. Yana o'sha savolga qaytsak, san'atdan ketishligingni bilganmisan boshidan? San'atdan ketishimni endi ochig'ini aytganda, shu maktabni bitirdik endi. Maktabni bitirganimizdan keyin men to'g'risini aytishim kerak. Hali endi mashhur edik-ku. Ochig'ini aytganda universitetga, Toshkent davlat universitetiga, yuridik fakultetiga hujjat topshirgan edim. Endi 3 ta imtihondan ijobiy o'tdim. 4-imtihon ahamiyatga ega emas degan xulosaga kelib o'zimcha endi yosh bo'lganman. Albatta. Sam bilan, hammasi bilan Sirdaryogami, qaqqadir gastrolga ketib qolganmiz. Ekzamenim kunim. Keyin adam qattiq qo'l odamlar deyman. So'kib olib keldilar deydi. Odam jo'natdilar. Ikkitasi kelib, sizmi falonchi familiyangiz? Konsertda, sahnada turibman. Shartta qo'limga narushnik solib, Indashmayapti. Qattan bu. Gapirmaydi. Kim meni nima bo'lyapti? Keyin uyga kelganda, конечно, yeganman, rosa eshitgansan gapni. Gap eshitganman-da. Gap eshitgan emas, bizni kalta yerdi u paytda. Kalta yerdi. Hozirgi to'g'risini aytib qo'ya qolaylik, biz yaxshi uchardi-yu biz. Kalta yerdi u biz. Yashtir bunaqa bo'lar bo'lmas, hali neseryozni ishi deganlar-da. Ada biz mashhurmiz endi. Desam, qanaqa mashhur bo'ladigan ish qilgin deganlar-da manada. O'shanda birinchi marta bilganmisan, что bo'ldi, bu bu narsa bilan shug'ullana olmaysan boshqa. Yo, endi shu ekzamendan o'tib yuridikka kirdim, yuridik fakultetga. Keyin kirganimdan keyin o'sha endi shu institut o'qib yurganimda ham bolalarda faoliyatni davom ettirganman. Bilaman. O'qish, xabaring bor-ku. Xabarim bor. Hattoki Tohir avariyaga tushgan kuni, juda qattiq mashina urib yuborgan kuni, keyin u 50 ta mas'uliyat bo'lgan, 50 ta konsert o'ynash. Konsert bo'lish kerak. Kontraktimiz bo'lgan. 50 ta konsertga kontrakt bo'lgan. Tohir avariya bo'lgan. Tohir avariya bo'lib oyog'i sinib, spitsada yotgan edi. Bizning kontrakt bor edi. Endi kontraktni biz bo'lmasdi u paytlarda. U paytda kontrakt tuzilsa, davlat tomonidan tuzilardi, turney. Respublikani chekka qishloqlariga borib konsert berish kerak edi. Chekka qishloqlarida. Sababi har bir, men aytaman, O'zbekistonning har bir qishlog'ini ko'rib chiqqanman. Bormagan sanam, xuddi shunday. Bormagan joyimiz qolmagan. Bittasiga aytib voy bu qayerga bormagan. Apparatlar ham bo'lmasdi. Hozir yo'q, apparat siz har bir tochkaga borsangiz apparati bor. Ha, madaniyat saroylari qurib qo'yilgan. Betondan qilingan, o'tiradigan. Ana Rimda gladiatorlar urushadigan bor-ku. Shunaqa sahna pastda bo'lar edi. Tepada o'tiradigan odamlar betonda o'tirardi. Agar Xudo ko'rsatmasin fonogramma o'chib qolsa, o'sha yerdan oyoq kiyim bashar yuzingga tegardida. Yana bir где-то 1-2 yilcha bo'lgansan, keyin mana shu ketish. 95-yil institut bitirdim men. Ishga kirmaganman ochuvga. Bitirgandan keyin yana 1 yilcha shu bolalarda faoliyatimni davom ettirganman. Hech ketolmagansan. Ketolmaganman-da. Qo'yib yuborishmagan. Qo'yib yuborishmagan. Keyin uni ustiga yaxshi pul topardik-da. Mana endi shu joyga, qiziq joylarga keldik, chunki bizni kuzatuvchilarimiz aynan shunaqa joylar qiziq bo'ladi. Albatta bu tabiiy. Birinchi mashinang to'g'risida men esimda bor, 06 bo'lardi. 06 bo'lardi, to'g'ri. Bejiviy. Birinchi mashinam 06 bo'lardi. Endi
Qaysi pulga kelgan o'sha? Birinchi mashina meniki emas edi, otamniki edi. U paytda institut bitirishing kerak edi. Institut bitirsang, shu oting o'zini mashinasini unda bunda haydab turgin derdilar. Bitta oilada bitta mashina bo'lardi-da. Mana qanaqa bir oilada yaxshi fikr bu. Mana shu juda to'g'ri. Men to'g'ri deb o'ylayman. Juda to'g'ri. Isrofga kirmaydi. Hozir hammada bitta mashina bo'lishi. Endi yurt to'qligidan-da bu, hammada mashina, hammada uy-joy. O'zimni birinchi mashinam keyin shu konsertlar berib yurganimizda Tohir 07 oldi esimda. O'sha konsert puliga olganmiz biz. Alpomishda konsert berganimizda endi hozirganaqada hisoblasangiz bir 5 ta mashina olishga pulimiz yetardi-da endi. Bo'lmasa nima endi yosh yigitlar bo'lganmiz. Mana bekitmayman, Alpomishda konsert berardik-da u paytda. Ana Alpomishchi kassasi bor-ku, kassasining tuynigi bor. Kassasining tuynigidan boshingni agar tiqib bundoq qarasang butun to'la pul bo'lardi-da, ya'ni kassani ichi. Kassir o'tirgan joy bo'lardi, atrofi 10 taraf taf, chap taraf tepa pul bo'lardi. So'm kuponida-da unda. Katta pullaydi-ku. So'm kuponida men eslayman, shu paytda bitta konsert endi konsert ham qilganman-da men. Keyin bolalardan ketganimdan keyin men konsert faoliyati bilan shug'ullanganman. Konsert uyushtirganman men. Bolalarning konsertini Alpomishda. Bolalarning konsertini, boshqalarni emas, bolalarni. Endi ma'lum bir vaqt Tohir o'ziga nima qilib, men konsert bilan shug'ullanay dedim. Sababi san ashula edi, men konsert bilan shug'ullanay deb konsert qilishni boshladim. Konsert qo'yishga kelganimizda mana 1 yil ichida o'zingiz guvohi bo'ldi shu narsani. 2 marta konsert berib o'tdik. Bu konsertlar udachni o'tdi desam ham adashmagan bo'lardim. Chunki konsertlarimizda shu yoshlarimizni juda bir maza qilib dam olib ketishdi. Endi 3-konsertga kelganimizda bu konsert ozgina orasi cho'zilib qoldi. Chunki buni sababi biz hozirga qadar shunday bir katta konsert ustida ish olib boryapmiz. Biz bu konsertga juda katta spetsialistlar, juda katta o'z ishini ustalarini mashg'ul etganmiz, professional va shu odamlarni chaqirganmiz shu konsertga va qolaversa mana Xudo xohlasa Tohir Sodiqov yangi albomi, mana rock albomi bunyod bo'lsa, bu konsertimiz juda chiroyli va undan ham oldingilarga qaraganda juda chiroyli shou konsert bo'lib o'tadi degan umiddaman. Sen endi vaqtliroq ketib qolgansan, bolalarni ayni yaxshi pul, yaxshi mablag' topadigan davrligida sen o'qishda bo'lib qolgansan-da o'sha. bir xilda Amerikada yashash orzusi bo'ladi. Shunaqa orzu bo'lmadimi? Endi bu narsaga har xil odam har xil javob berishi mumkin deyman qahramon. Chunki biz o'zbeklarimiz, Xudoga shukr, mana shu yerda tug'ilib, ona yurtda katta bo'lgan bolalarimiz. Shuning uchun u yerda bilasizmi, dam olish yaxshi, dam olish, bunda ko'rish, sayr qilish yaxshi, lekin vatanni almashtirish anaqasiga kelganda men O'zbekiston tanlagan bo'lardim, chunki bu yerni payzi boshqa, u yerni payzi boshqa. Bu shunday so'z borku o'zbek tilida. Bizni payzimiz juda qanaqadir o'zimizga yarashadi deymiz ham. Bizga yoqadi O'zbekiston, chunki kun issiq, klimat ham juda zo'r bu yerda. Shuning uchun biz O'zbekistonni yoqdim. U yerda dam olish bo'lsa, lekin yo'q demaymiz. Mana yana agar o'sha xatlarga to'xtaladigan bo'lsak, xatlarda ko'pincha aytishadiki, bolalar gruppasi tarqalib ketdimi degan gaplar bo'ladi. Nima deysizlar? Endi bu narsaga har xil javob berish mumkin. Chunki men sizga bitta narsani aytib o'taman. Bolalar gruppasi tarqalguncha O'zbekistonimizda bir 10 ta 15 ta yolg'on bo'lmasin, gruppalar tarqalib
boshqa ish bilan shug'ullanib va qolaversa yangi gruppalar terib qo'shiq aytishyapti. Chunki bilmadim konsertliga o'xshamayapti. Bilmadim nima bo'lyapti, lekin bizning gruppamiz, bolalar gruppasi Xudo xohlasa yana bir 10 yilsiz, 20 yilsiz ajrashmasa kerak degan umiddaman. Chunki bizni bolalarimiz hammasi bir yerdan chiqib, bitta maktabda katta bo'lib, bir-birimizni yaxshi tushunamiz. Bahodir eng impozantni, eng intelligentni, eng modni yigitlardan bittasi edi. Chunki hech kimda yo'q sviterlar, ko'ylaklar Bahodir Po'latovda bo'lardi. Mana shunaqa chiroyli shalivi. Keyin u turklar anaqasi chiqqan edi anu. Varatnikli. Keyin birinchi sanda ko'rganman men mana shunaqa koftalar bo'lardi. Endi biza o'zing yaxshi bilasan, u paytda endi kiyim-kechak boshqa bo'yicha hozir tekin-ku, hozir hamma narsa tekin. Xohlagan brending bor. Ana do'konga kirsang hamma narsa turibdi-da endi. U paytlarda haqiqatda juda qiyin paytlar edi. Kiyim ham topib bo'lmasdi. Faqat bizni ko'radiganimiz televizorda bironta yangi yil kechalarida bir chet el estradasini ko'rsatib qo'yganda kiyimlarni ko'rib qolardik o'sha yerda. Ko'rardik-da, keyin nima qilamiz? Maqsad endi san'atkor yaxshi kiyinishi kerak-ku. Hozir ham shunaqa-ku. Masalan, Boss futbolka shu paytda ko'rganmiz televizorda, bir qaysidir san'atkor kirib chiqqanda u paytda. Endi Boss katta qilib yozilgan. Bahodir mana shu Tohir avariyaga tushganda o'sha gastroldan kelgandan keyin juda katta pul ishlangan. Hammasini men esimda bor, shunda kelib Tohir oldiga qo'ygansan. To'g'ri, to'g'ri. Shu 50 ta konsert ishlaganimizda endi agar hozirgi kun bilan taqqoslaydigan bo'lsa, bilmayman qancha pul bo'ladi u. Juda katta mablag' bo'ladi-da. Hozirgi kunga agar solishtiradigan bo'lsa, o'sha mablag'i shu kollektiv bilan hammamiz kelishganmiz, shu Tohir Sodiqovni ulushini yo nima qilib o'ziga berishni rejalashtirib, billa borib topshirganmiz. Qolaversa o'sha muolajalariga, chubalisi endi og'ir avariyaga uchragan-da u. Og'ir avariyaga uchragandan keyin u oyog'i juda maydalanib ketgan. U juda og'ir operatsiyalarni o'tkazgan boshidan u ham. O'shanga sarflash maqsadida shunaqa qarorga kelinganda olib borib berilgan. Endi u paytda qadr qimmat, insonni qadr qimmati yuqori o'rinda turar edi. Hozir ham shunaqa-ku, lekin u paytda oshna og'aynichilik, do'st birodarchilik birinchi o'rinda edi. Do'stlar, birodarlar bir-biriga uni xiyonat qilmasdi. Istoriyani aytib beraman-da. Bir kun men ikkinchi etajda turardik. Oddiy dom, eski shaharda. To'rxonali dom. Keyin shu pastki qo'shni sotadigan bo'lib qoldi uy. Endi yosh yigitmanman hali, yosh bolaman-da. Maktabni endi bitirgan bolaman-da, endi bolalarda faoliyat yuritaman. O'sha birinchi qavatni sotib oldim o'zim. Uyligilarga aytmasdim. Aytmadim, boshida aytmadim-da endi. Uy sotib oldim. Endi uy sotib olishimning maqsadi konsertlar beryapmiz-ku. Mablag'i qayerga qo'yishni bilmayman. So'm kupon katta pulda endi u. U paytda. Mana shu Alpomish sport saroyidan Kamazga to'ldirardik pulni. O'yla, Kamazga. Liq to'la bo'ladi. Mana uyimga olib kelinadi. Kamazda. Zalim nima deymiz? Bir 50 kvadratli bo'lgandir zalim. 40 kvadratli. Patologgacha ham to'laydi pul. Uyga eshigini mamda yopib qo'ygansan, kirish uchun ozgina ochaman deb, undan kiraman. To'la pul. Uy ichi. Endi bu bolalar guruhini kollektiv puli meniki emas, faqat hammaga taqsimlanadigan, davlatga solig'ini to'ladigan. U paytda soliqlarni naqd olib borib to'lardik biz. Bunaqa hozirdagi telefon orqali distansionniy emas, unda naqd borib to'lardik-da налоговыйga. Men pastda uxlaydigan bo'ldim keyin. Uydagilar bilishdi, o'sha yerda yotishimni ham bilishdi-da. O'sha birinchi etajda o'ylanmaganman hali. Birinchi etajda yotaman. Ukalarim tepada yotadi. Bir kun adam meni qidirib tushganlar-da endi. Ishlari bo'lganda endi. Qidirib tushganlar-da, eshik ochiq bo'lgan. Kirib bitta eshikni ochayotganlar, ustilariga pullar tushib ketganda, yiqilib tushganlar-da. Ana endi men unaqa gap eshitmagan edim-da endi.
san jinni bo'lib qolganmisan deyiladi. Bu nima qilyapsan san o'zi deyiladi. Bu nima bu pul deyiladi. Bu qayerdan buncha pul deyiladi. Ya endi eshitib tur, otangiz gapirsa u paytda jim turishingiz kerak edi. Gap qaytarib bo'lmaydi. Bu san jinnimisan? Keyin tushuntirdim, ada, shunaqa pul, konsert puli, bu pul u yoqqa to'lanadi, konsert zalga to'lanadi, apparatga to'lanadi, reklamaga to'lanadi, xodimlarimizga bo'lib beriladi. Ha, men tushunaman deydilar. U sani bitta ham o'g'ri tushib o'ldirib ketsa-chi bu pul uchun. To'g'ri. Shundan qo'rqaman deyaptilar-da endi. Uni tushunish kerak. Endi u paytda juda avjiga chiqqan, jinoyatchiligi yuqori, haligi ko'chada yursangiz juda bir ahvoli yaxshi emas, cho'mchak kesarlarmi bor edi-da. Xunvozi qiluvchi idoralarimiz yaxshi ishlaydi hozir. Nima, to'g'risini aytish kerak-da. Ana turistlarning yurishini qarang, bemalol. Bemalol men ko'raman, turistlar bilan bog'liq sohada faoliyat yurityapman hozir. Tadbirkorlik bilan shug'ullanaman, turistlarni ko'p ko'raman. Juda bir ochiq, xursand hammasi. Chehrasini ko'rsangiz, shu Yevropasiga ham bordim-ku, cho'mchagini kesib ketadi. Madaniyatli, bu davlatda bu. Bor o'zini. Judayam. Ammo mana O'zbekistonda hozirgi paytda avjiga chiqqan. Shunaqa, O'zbekistonda Allohga ming qatla shukr, hukumatimiz mana hamma sharoitni yaratib qo'ygan. Hech unaqa narsalar yo'q. O paytda endi opasniy edi-da, shuncha odam "Men sendan qo'rqaman, o'g'lim. Bu pul uchun odamni o'ldirib ketadi odam. Ko'ryapsan-ku atrofni. Yaxshi emas vaziyat. SSRdan ajragan payt, alg'ov paytlar. Mustaqil O'zbekiston bo'lib bo'lmagan. To'g'ri, endi hozir mana hozir sharoit hamma narsa bor. Telefon, televizor, hamma yoshlarga yaratilgan imkoniyatlar juda katta-da. Lekin biz u paytda nima o'ynardik? O'zing bilasan, futbol, qubba degan o'yin bo'lardi. Chillay degan o'yin esimdan chiqib ketdi, bo'lardi. Tim degan o'yinlar bo'lardi. U hammasi jismoniy kuch talab qiladigan o'yin. Balki shu uchun biz sog'lom bo'lganmizmi? Deyman-da endi. Sport ham shart emas edi, deyapman-da. Ko'chada kirib bir 5-6 soat o'ynasang bo'ldi, shuni o'zi sport hisoblanardi-da. Har xil turli o'yinlar o'zimizni band qilardik. Kerak bo'lsa shu gitara chalinardi, kerak bo'lsa qaysidir nimada borib shug'ullanardi. Endi bu ham deyman nima, men uchun yomon yo'lga kirib ketmaslik uchun zamin yaratib bergan bu bolalar guruhi. Men shundan minnatdorman. Senga ham xuddi shunday, Tohirga ham xuddi shunday. Endi biz yashagan joylar ish shahar, shu jinoyatda yine shu yerda bo'lardi-ku u paytda. Shu har xil gruppalarga qo'shilmaganligimiz bizga juda katta omad deb bilaman. Hammamizga omad deb bilaman. Endi har qalay shuni orqasidan bola chaqamizni boqdik-da. To'g'risini aytish kerak. Hozirgacha mana Tohir Sodiqov faoliyat yuritadi. Mana kuni kecha davlat mukofotlarini oldi, juda xursand bo'ldik. Juda xursand bo'ldik. Biza bir paytda o'sha bolalar guruhida faoliyat yuritganimizda qiziq voqea bo'lganda, biz Medeyevga borganmiz, bizani taklif qilishgan Qozog'istonga, birga borganmiz. Esingda bo'lsa, Qozog'iston mehmonxonasida qolganmiz. Endi u paytda Qozog'iston mehmonxonasi eng zo'r otel edi. Xuddi bizani O'zbekiston mehmonxonasidagi eng zo'r otel hisoblangan. Nomerlar berishgan, chiroyli nomerlar, lyuks nomerlar berishgan. O'zbekistondan kelibdi deb hurmat qilib, juda mashhur paytimiz. Endi biza bir oramizda Toyir Odilov degan kichkinagina bir yigit bor. Yaxshi o'zi o'rtog'imiz u ham. Sigaret chekishni yaxshi ko'radi endi. Sigaret chekib, u paytda nomerlarda chekish mumkin edi. Sigaret chekib divonni kuydirib qo'ygan. Chiroyli katta divan. Katta chiroy esingda, katta divanni kuydirib qo'ygan. Katta bo'lib yonib qolgan, haligi joyi kuyib qolgan. Endi nima qilamiz? Pul to'lash kerak bunga. Ertaga tekshirganda e'tiroz bildiradi. Otel deb endi ketishimizdan oldin bo'lyapti. Nima qilamiz desak, to'xtamga keldik. Выход из положения. Shu divanni aralaymiz dedik. Nima olib chiqdik? Magazindan esingda bo'lsa, bunaqa pila bor-ku, unda aralacha. Mana shu katta divanni araladik. Mayda qildik-da, keyin gitaramiz, klavishini kofrlari bor, shuni ichiga solib, sekin olib chiqib tashladik. Yana o'tiribmiz, hech narsa bo'lmaganda. Endi nomerni topshirish vaqti keldi.
nomerni topshirayotganimizda endi Baxtiyor aka kiradi-ku. Sanab olardi u paytda nomeri bo'lardi. Stol nomeri 2, 5, 10 qilib sanardi. Ko'rdi, qarasi divan yo'q. Dedi, bu qanaqa bu divan bor edi-ku bu yerda dedi. Bu qani bu divan dedi endi. Biz bilmaymiz deb turibmiz. Divan yo'q edi bu yerda dedim. Tushunmaydi. Endi u paytda kameralar bo'lmagan ekanda. Endi aytamanki, xullas mayli divan bo'lmasa ketaveringlar, balki o'tib ketga olib chiqib qo'yganmiz dedi. Shuni hali eslayman deyman bor-ku. Jazir, qiziq voqea bo'lgan. Bu voqea divanni aralab, anaqaga solib, gitarani idishlariga solib olib chiqib tashlaganmiz-da. Divan yo'q. Divanni izi turibdi, oyoqlarini izladi, divan yo'q. Divan katta narsa-ku. Ko'tarib olib chiqsa ko'rinish kerak. Ular tekshirdi, so'radi, ya bu dedi, divan chiqmagan bu yerda. Bizi paytda konsert uyushtiruvchilar bo'lmasdi, dekoratsiya ham qurilmasdi. Hozir dekoratsiya quramiz. U paytda biz birinchi bo'lib shu bolalar guruhida o'zing bilasan, dekoratsiya qurganmiz Alpomushda, vagon qilib. Esingda bo'lsa, poyezdni vagonini qilib chizdirib, pollarni hali argalitdan olib bo'yatib, shaxmatli polla qilib. Birinchi shaxmatli polla bizda bo'lganda, shou keyin svetni biza eng zamonaviylarni qo'yardik. Hozir ham shunaqa-yu, u paytda endi muammo edi. Endi qaraganda konsert qanaqa qilinardi u paytda. Men bir vaqt konsert qilganman-da. Konsert qilib shu Tohir ashula aytganman, konsert qilganman Tohir bilan birga. Kechqurun chiqardik. Mashhurmiz, butun O'zbekiston taniydi. Qolaversa, Rossiyani rahmatli Shatunov bilan birga ishlagan. Qozog'iston, etga-betga mashhurmiz-da o'sha paytda, postsovetskiy пространствоda. Demoqchimanki, konsert qilamiz, konsert qiluvchilar yo'q. Biz nima qilamiz? Anaqa afishalarni chiqazardik, u paytda afisha bo'lardi. Afishani men o'sha o'ylangan edim, xotinim ikkalamiz mashinaga xotinim nima yasardi? Kley. Undan kley yasalardi. Un solinardi, suv solinardi, yana nimadir solinardi, kley qilinardi. Tohir mashinasini orqasiga qo'yardik yoki meni mashinamni orqasiga. Har kuni har xil mashinada. Sababi bitta mashinada ko'p bo'lish kerak emas, bilib qolishadi. Solardikda, mana kechqurun 12 mi? 12 dan ertalab 5 gacha ham yopishtirib chiqamiz stolbalarga. Borib har bitta stolbga bolalarning afishasini yopishtirardik konsertda. Ertalab 5 gacha. Bu narsa 1 oy davom etardi. Toshkentni yopishtirib chiqish uchun 1 oy vaqt kerak. Bo'lar edi. Hozir ham bunaqa yopishtirsang 1 oy vaqt kerak. Endi hozir ekranlar-ku, tayyor-ku hamma narsa. U paytda afisha yopishtirib chiqilardi. Stolbalarga, reklamni joylarga, etga-betga odam ko'rib tushish kerak edi. Plus televideniyada 5 minut, 10 minut vaqt berishardi, ozgincha, nechidir sekund berishardi, o'shanda chiqazilinardi. U ham chiqassa chiqardi. Yo'q desa bitta rahbar chiqmasdi. Keyin kunduzi yana hech narsa bo'lmagandek mashhur bolalar bo'lib yurardik-da. Bu konsert qilish, bu konsertni o'tkazish orqasida qancha mashaqqat yotganligini bor-ku, bizdan boshqa hech kim bilmasdi-da. Ota-onamiz bilardi, men xotinim bilardi. Xotinim ham chiqib yopishtirganman. Kley, men uyaldim-da endi, men tanishadi, hamma sen tanishmaydi-yu dedim bir kun xotinimga, dedi. Tabii birga yopishtiramiz. Men kleyni tayyor qilib ushlab turaman, sen tez-tez surasan deb borib yopishtirib kelasan dedim-da endi. Vaqtliroq chiqib qoluvdik, odamlar ko'chada bor edi. Xotinim shu ayol polnosti yopishtirib chiqqanda, demoqchimanki, oilaviy pudrat edik-da bu ishda bor-ku, oilaviy ishlardik-da. Endi hali bolalarimga shularni aytib beraman, biz qanaqa pul topganmiz bilasanmi, onangmi ham deyman. Onang kley tayyorlardi, mashinani men haydardim, yonimda o'tirardi, borib afisha yopishtirardi. Sen qilganmisan shu ishni deb tushuntiraman deb bolalarga. Hozir ham. Tohir ham xuddi shundoq. Tohir ertasi kuni men chiqaman. Smen almashardik Tohir bilan. Tohir ham chiqib shunaqa yopishtirardi. Qancha joy yopishtirib kelding desam, muncha joydirdi. Bir kun men dam olardim, bir kun u ishlardi. Keyin hech narsa bo'lmagandek sahnaga chiqib, bolalar, yulduz, hay
o'ylanish o'z yo'liga, ish o'z yo'liga. Endi hamma yo'ni qoyil qilib qo'ysa, hamma yo'ni yaxshi olib borib, uyga ham qarasa, ishga ham qarasa, hamma ishga uspet qilsa bo'ladi. Hamma ish odamning o'z qo'lida hamma ishni qilsa bo'ladi. Mana shu hozirgi qilayotgan ishlarim menga nima deydi, mishat qilmayapti. Oila ham bo'lyapti, ish ham bo'lyapti. Desam o'zgarmagan. Yo'q. To'g'ri, odam o'zini yomonlamaydi. Tohir o'zgarganmi bog'o? Agar buni ozgina nimasi deydi, vaznimi, og'irligi ko'payib qolib semirmagan bo'lsa, lekin unaqa o'zgarishli yo'q. Ana Xudo xohlasa, kelasi yilga Tohirni o'ylantirmoqchimiz. Voy, Bir o'ylanmay. Qiz tayyormi? Ha, Xudo xohlasa o'z o'ylab qo'ygan qizi bordir. Bu narsani men bilaman, bu narsani aytmayman, faqat kimligi, nimaligi endi bilmadim. Birdaniga boyib ketmaydi-ku odam. Yo birdaniga zo'r bo'lib ketmaydi-ku. Sekin-sekin hammasini orqasida katta mehnat yotadi-ku. Mehnat qilib. Mana Tohirjon hozir mana mukofotlarni oldi deb aytdik-a. Hammasini orqasida mehnat yotibdi. U mehnatning orqasida sani hissing bor. Yangi qo'shiqlarni Tohir senga eshittiradimi birinchi bo'lib? Men shunaqa joylarni ko'rganman esimda. Tohir Sodiqov menga endi qo'shiqlarni yozgandan keyin menga gitarada chalib berardi. Bahodir eshittirdi. Men eshitardim. 4 ta 5 ta shularni eshitardim. Tohir derdim, men bu qo'shiqni aytgan birinchi bo'lib turdim. Tohir o'ziga yoqadigan qo'shiq bor-ku, xalqqa yoqmay qolardi. Xalq tomonidan eshitish kerak edi. Mana bitta qo'shiqni shlager qilish uchun magnita lenta yozishing kerak. U paytda lentaga yozilardi esingdan. Hozirdagi ana fleshkaga lentaga yozilardi, gram plastinkada yozilardi. O joyimiz bo'lardi. Analog. Endi qara, qo'yib beradi, men aytaman, Tohir, men ashula shlager bo'ladi derdim. Intuitsiya bo'yicha agar oladigan bo'lsa, ashularni yozardik-da magnita lentaga, gitarada. Kasetani mashinaga qo'yib eshitardik. Mashinada eshitish kerak, yurib. Mashinada eshitardik-da, Tohir derdim, men bu qo'shiq shlager bo'ladi derdim. Bu emas, men bu bo'ladi derdi. Tohir Nuqul o'ziga yoqtirgan, o'zi yoqtirib aytgan qo'shiq shlager bo'lmasdi. Xalqqa anaqasini o'ylab, men eshitdim, men bu bo'ladi degani bo'lardi. Keyin men uydagilarga ham qo'yib berardim, qaysi biri shlager bo'ladi, qaysi birini birinchi yozishimiz kerak. Men mana deyishardi. O'sha ashularni yozsak, o'sha qo'shiqni, o'sha asarni deylik, asarda endi bu ham. Yozsak o'sha populyarlik. Shuning uchun Tohir shu nuqtai nazardan meni как ekspert qilib olgan edi-da. Keyin yana davlat idoralarida ishlaganimda ham qo'yib berardi, eshitib ko'rardi yoki vaqtim bo'lsa o'zim eshitardim billa o'tirib. Ijrochi o'zi ko'p holatlarda o'ziga yoqqan ashula ko'pchilikka yoqmasligi mumkin-da. Bo'ladi. Shuni to'g'ri eslab qolding hozir. Bolalarga katta bir yutug'ini aytib beraman-da. Ana odamlar o'sha eski paytlarda rahbarlar yordam berishar ekanda endi odamlarga. Mana shu bizda O'zbekistonda sanoli san'atkorlarni plastinkasi chiqqan. Plastinka juda qiyin edi chiqazish, sababi Xudsovet bor edi, SSRdan o'tardi, Moskvadan o'tardi. Keyin rozilik bo'lgandan keyin Mirzo Ulug'bek rayonida Gram Plastinka degan joy bo'lardi. Plastinka chiqazardi. Ana shu plastinka Mirzo Ulug'bek rayonida chiqishi uchun birinchi Rossiyaga o'sha qo'shiqlarga borish kerak, ko'rib chiqish kerak, Moskva ko'rib chiqib, keyin ruxsat beradi-da endi. Uni juda qiyin qilish. Mana shu o'sha paytda Mirzo Ulug'bek tumanining rahbari bevosita Mirzo Ulug'bek rayonining katta rahbari mana shu amaliy yordam qilib bizga mana shu plastinkamizni chiqazib bergan. Bolalar guruhini birinchi va oxirgi plastinkasi. Bu demoqchimanki,
plastinkani oxiri bolalar guruhiniki chiqqan O'zbekistonda. Bizdan keyin plastinka chiqmagan. Chiqmagan o'sha. Oxirgisi bizaniki bo'ladi. Maksim Pinson degani bor edi, Bor, fotograf. hozirgacha bor. Bormi shu odam? Ana shu odam Grand plastinkani ustun oformleniyasini qilganlar-da. Bu mashhur odamda, u fotograf hisoblanadi. Shu odam bir tiyin pul olgan emasdi endi. Plastinka hammasi tekinga bo'lgan. Ana. Tekinga, Grand plastinkani ham tekinga chiqazib berishgan. Juda katta tirajda. Hozir o'zimda bittam qolgan bo'lsa qolganu Tohirda bo'lsa kerak-ku. Tohirda bor. Tohirda bora turadi. Menda lekin bilmayman, qolganmi yo'qmi bilmayman. Bolalarim olganmi, kimdir olgan bo'lsa kerak. Uni ustiga institutni bitirgan edim. Otam qo'ymayotdi, ishlaysan deb. Shunda demoqchimanki, qo'ymadilar emas, endi aytdilar-da, shuncha o'qiding dedilar o'g'lim. Endi bu kirib ishlash kerak, bir jiddiyroq ish bilan shug'ullanish kerak dedilar-da endi. Mana otam jiddiy ishni bilmasdilar-da bu ishni. Men to'g'risini senga aytaman. Meni ham otam va onam, endi onam kamroq, otam o'shanda to'g'risini aytganlar menga. Bu unaqa uzoqga chidamaydi bolam. Juda yaxshi bolalar. Bahodir men juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Senga mehrlar boshqacha edi. Tohirni ham. Lekin bu mana 2-3 yillik narsa bu. Hali bu davomiy bo'lmaydi bu. Bu oddiy bir qanaqadir sizlar nima deb o'ylayapsizlar? Sen nima deb? Yo'q deb men qolaman deganimda, yo'q borishing kerak Moskvaga o'g'lim deb ular negadir jiddiy emas deyishardi buni. Sen o'zi birinchi ketding-da gruppadan. Moskvaga o'qishga kirding. O qancha seni zo'rladik, qolgan shu maqasan endi shu kinematografiyada desam, "Yo'q, o'qiyman" deding. Yo'q, endi bu adam aytganlar. Xuddi sendagi, bizni yo'q deyolmasdik. Yo'q deyolmasdik. Yo'q mumkin emas edi yo'q deyish. Bo'ldi, xohlasang ham, xohlamasang ham. Bo'ldi, shuni qilish kerak. Shuni qilish kerak, bo'ldi. Shunaqa. O'sha paytda Moskvaga borganimda ocharchilik paytiga tushib qolganman o'sha 90-yillarda. Hech narsa yo'q edi. Yeyishga narsa yo'q edi. Men o'ylaganmanki, oyim bilan adam meni eng katta dushmanim ekanda. Mana shu bolalardan olib meni shundoq to'ydan keyin kelardi ham. Cho'mchayli pulga to'laydi. Abotda ocharchilikda yuribmiz, yeyishga narsa yo'q, hech kim tanimaydi bizani bu sovuq Moskvasida. Nimaga meni bu yoqqa yuborishgan? Yo'q, mana shu kasb egasi bo'lish kerak, aktyor bo'lish kerak. O'sha yerda o'qiysan, xohlaysanmi, xohlamaysanmi? Shunaqa Soyuz endi tarqalgan davrlarda qiyinchiliklar ko'p edi. Men juda ham ko'p ko'z yoshlar to'kkanman o'tda Moskvada. O'sha aynan konsertga bora olmaganimda Xalqlar do'stligi saroyidagi konsertga keyin adam chiqqan-ku, rahmatli. Jamshid aka rahmatli. To'g'ri shu 95-yil bitirgan bo'lsam, 96-yilda keyin ishga kirdim men. O'sha o'zimning soham bo'yicha ishga kirib endi umuman boshqa dunyo, boshqa endi odamlarning taqdiri haqiqatda og'ir ekan. To'g'risini aytish kerak, og'ir ekan. Shu og'ir yo'nalishda keyin faoliyat yuritdim ko'p yillar. Keyin ma'lum bir natijalarga erishdim bu sohada ham. Viloyatlarimizda ko'p ishladim. Gastrolda qanday yurgan bo'lsam, viloyatlarga shunday o'tda ham ketdim. Faqat qo'shiqsiz. Faqat qo'shiq emas, boshqa faoliyat. Xalqqa dardi bilan yurish, xalqqa bu ham bir og'irligini yengil qilish maqsadida endi mas'uliyatli ishlar. Mas'uliyat. Respublikani 4 tami 5 ta viloyatida rahbar lavozimlarda ishladim. Keyin hozir ishsizman, ishlamayman hozirgi kunda. To'g'risini aytish kerak buni. Endi orada hali internetlarda ko'rib qolaman bir ikkita nima holatlarni. Bir boya senga aytib berdim-ku, hali tug'ilgan kunimda suratga tushuvdik sen bilan. O'sha qo'yamiz rasmni. Suratimiz chiqqan ekan. Shu kommentariyalarni o'qidim-da, endi qiziqib. Birovlarnikidan, o'zimnikidan emas, birovlarnikilardan ko'rib o'qidim. Bu Bahodir Po'latov bu olamdan o'tib ketgan edi 3-4 yil oldin. Tirik ekanmi degan anaqalarni o'qib juda xafa bo'ldim-da endi. Endi to'g'risini aytganda haqiqatda qattiq kasal bo'ldim. Bu ham sinov bo'ldi. Sinov, Allohning bergan sinovi.
Juda qattiq kasal bo'ldim Rossiyada, Moskvada, O'zbekistonda va O'zbekistonda 3 ta operatsiya, Moskvada bir 11 ta operatsiyani boshdan kechirdim. Juda og'ir ahvolda edim. Bir 2 oycha komada yotganman. Endi komada yotganingda faqat ko'zingni oldiga bola chaqang, ota-onang shular ko'rinar ekanda endi. Orqangda qolayotgan odamlar, hamma xatolaringni ko'rar ekansan. Qilgan xato, kamchiliklaringni, qayerda nima noto'g'ri qilding, hammasini ko'rar ekansan. Tush deydimi uni yo bir ko'rinish deydimi bilmadim-ku. Aytadi-yu odamlar komada nima ko'radi deb. Komada faqat shu ko'radigan narsang shu xatolaringni, Allohning borligiga yana ishonch hosil qilasan. O'z ko'zing bilan ko'rasan. Endi balki ko'rayotgan tomoshabinlar ishonmas menga. Lekin men ko'rganman shu narsalarni. Qanaqadir kimdir xafa qilgandirmiz, qanaqadir xato ishlar qilganmiz, beayb Parvardigor. Xatolarim bo'lgan, bilaman, tan olaman. Shu hamma narsa ko'zingning oldidan o'tar ekan. Qilgan yaxshi ishlaring hech narsasi o'tmas ekan. Faqat qilgan negativ holatlaring o'tar ekan ko'zingning oldingdan. Faqat bola chaqang, ota-onang, shu yori birodarlarni ko'rar ekansan. Sen ham juda ham ko'p vaqtingni o'sha oiladan tashqari vaqting ketgan. Viloyatlarda yurganman. Ko'p yillar davomida ko'p yillar ishlaganman. Endi mana shu ketganingda bolalardan ketib, mana umuman boshqa dunyoga kirib chiqish qanaqa bo'lgan shu yerdan bir bilasan, o'sha bo'ldi, hattoki mashhur ham bo'lding. Bo'ldi. To'g'risini aytishim kerak, buni men bekitadigan narsam yo'q. Bolalarga men juda minnatdorman. Buni sababini tushuntirib beraman. O'sha 90-yildan deylik 95, 96, 2000-yilgacha men faoliyat yuritganman baribir. Ana. Ijro qilmasam ham o'sha firmani bir ta'sischilari sifatida faoliyatimni davom ettirganman. Ana minnatdorchiligimning sababi juda katta o'zimga bagaj, nima deydi, finansiy sostoyaniya yaratganmiz. Tohir bilan hammamizda endi ishlaganlar. U paytda bu soha juda katta mablag'ga, hozir ham shunaqa. U artist kambag'ali yo'q-ku. Artist hammasi yetarli darajada o'ziga to'q odamlar deb hisoblayman deyman. Hozir undan ham battar. Mehnat qiladi. Avvalambor birinchidan uni orqasida juda katta mehnat yotibdi. To'g'ri. Lekin shu mehnatiga yarasha o'zining mukofotini olish kerak deb o'ylayman. To'plangan investitsiya deydimi, hozirgi kunda. Investitsiya o'zbekchasiga nima bo'ladi? Sarmoya. Sarmoya. Shu sarmoya menga juda uzoq muddatda yordam bo'lgandi, men deb hisoblayman-da. Shu oblastlarda ishlashimga, o'tishimga, bu yerda chunki davlatdan u anaqa kelmasdi albatta o'sha paytlarda davlatda anaqasi. Endi u paytlarda sal og'irroq edi. Keyin undan keyin mana hozir deydi, mana shu 3-4 yil ichida 5 yil deylik, boshqa deylik, undan ko'proq u sohani, nafaqat u sohani, barcha sohani maoshlari deymizmi yo oladigan mablag'larim o'ziga yetadigan darajada hozir shunaqa belgilab qo'yildi-da. Mana shu orzularing ro'yobga chiqdimi sani? Bir qanaqadir orzular bor edi albatta yoshlik paytida. Ushaldimi? Orzular, har bir inson o'zi orzu bilan yashash kerak, yashaydi ham. Agar orzusiz yashaydigan inson bo'lsa, u o'lik inson hisoblanadi. Orzularimiz bor edi. Orzularimizni Alloh taoloning irodasi bilan, ko'magi bilan hammasi ro'yobga chiqdi. Farzandlarim bor, nabiralarim bor. Mana shunaqa aytib bergin, nechta farzanding bor? Hammaga, chunki shu qiziq, hech kim hech narsa bilmaydi, hamma bu xotiragam bu ko'rsating deydi. Farzandlarim bor, 5 ta, 6 ta nabiram, navaram bor. Adashib qolganman gohirada. Yaxshi, maşallah. Hozirgi kunda baxtliman. Oilam, bola chaqam bor. Ota-onam hayot. Xudoga ming qatla shukr. Aka-ukalarim yaxshi. Oila tinch, xotirjam.
o'ziga yarasha mayli kattami kichikmi tadbirkorlik bilan shug'ullanaman hozir, bekor o'tirmayman hozir ham. Odamlarga qanaqadir qo'limdan kelgan yordam tegsa o'zimni baxtli hisoblayman yoki xursand bo'laman shu narsadan. Kiyinish masalasida man esimda bor, man aytib o'tishim kerak. Aziz do'stlar, mana bu gaplar son sanog'i yo'q vaqtda juda endi kam vaqt bizda. O'zi qara, bizni seriyalarimiz 20 minut deydi birinchisi. Keyin ozgina uzunroq qiling deyishdi. Uni mana shu hozirgi anaqa bundan oldingimisi ozgina uzunroq bo'ldi, lekin bu maza qilib ko'radigan kontent bo'ldi deb o'ylayman. Xudo xolisa talablarga binoan bu sizni paydo bo'ldingiz bu yerda deb o'ylayman, chunki juda ko'p menga odamlar yozishardi, Bahodir akani ko'rsating, Bahodir aka bilan bir suhbat qiling. Sani tomoshabinlarga yoki yoshlarimizga mana bizni ko'p bugun taqqosladik. Yoshlarimiz biz o'zimizni yoshligimiz bilan va hozirgi yoshlar. Va qanaqadir yana qo'shimcha gaplaring bo'lsa aytishim mumkin do'stim. O'rtoq, avvalambor rahmat senga shunchalik muhtasham studiyaga meni taklif qilib intervyu olganing uchun minnatdorman. Boshim osmonga yetdi. Yoshlarga tilagim nima? Shu bolalarimizga tilagan hamma yaxshi tilaklarni yoshlarga tilaymiz biz. Farzandlarimizga tilagan hamma yaxshi tilaklar 90-yillar shu ajralish paytlarida juda og'ir vaziyatlar bo'lgan O'zbekistonda. Endi lekin hozirga kelib hamma imkoniyatlar bor, hamma imkoniyat yaratilgan. Har bir sohada imkoniyat yaratilgan. Hatto oilaviy o'tirishlarni nima qilmaylik, endi to'ylarda ko'rishamiz, boshqa qilamiz. Endi bizga bu yog'i emas, shu tinchlik bo'lishi kerak-da. Yurtimiz tinch-ku. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Tinchligimiz davomiy bo'lsin, xudo xolasa. Davomiy bo'lsin. Sizlarga, rahmat aziz do'stlar. Mana Javohir o'rtoq, mana ko'rdingmi? Ana hamma boylikka intiladi. Mana boylik, mana oldingda turibdi mana. Eng zo'r boylik hammasi mana shu farzandlar bo'ladi. Shuning uchun yashaymiz faqat. Sen bilan